Yigitlar! Sağ bo'linglar Ko'boshxonning baxtiga. Sulum qizlar qayoqda? Keltiringlar bu yoqqa. Ana o ikkisi qoldirib qolganini haramga olib olinglar. Xonım. 1985-yilda biz mana shu Manasning o'g'li Semete chiqarmasini birinchi yo'li al kishi bizga berdi. O'shani qo'yib anan o'shanda 85-yil qo'yganmiz. Birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li 1995-yili qo'yildi. Mana endi bu yil Qirg'iz mamlakatchiligini bekemda jurni arnab qayra ushul chiqarmaga qayrildik biz. Sebebi bu chiqarmada o'sha Qirg'iz elining tutulishina, mamlakatchilikning tuzilishina, ani bekemdagi bo'lgan harakatlar, Manasning urpaqlarining harakatlari, ayniqsa Semeteyning bu yerdagi cho'ng emgaklari ko'rsatib berilgan. Bizning repertuarimizda Qirg'iz dramaturglarining chiqarmalari o'zi jalb repertuarimizda 100% olsak, o'shandan 50%dan ko'pi Qirg'iz dramaturglarining chiqarmalari. Sebebi bizning teatrimiz 95 yildan beri bizning negizgi devizimiz, negizgi bizning maqsadimiz o'sha Qirg'iz dramaturgiyasini o'zbek elining o'rtasida, ana o'zbek dramaturgiyasini Qirg'iz elining o'rtasida ko'rg'azish, alarning madaniyatini, ko'rkam o'larini bir-birine yaqindatuv bizning negizgi maqsadimiz bo'lib hisoblanadi. Bugün dünyadan mülküllep qolgan chog'im bor yo'q demasın. Yalnız kızım kararım. O'sha nurli chirog'im yigitlarning qo'lidadir. Ozod etib beringlar, shudir meni. Agar bunga ko'nmasang, qabul bo'lgay chor tomon. Yigitlar! Shu so'zlarim kasriga qizim torting qasrga. Saritozni esa cholga bo'lishgani uchun zindonga tashlang.